Aziz yurtdoshlar, bizda yolg'on yo'q, hech qachon yolg'on ishlatmaganmiz ham. Men o'zim noto'g'ri, agar noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsalaring, xalqning oldiga uzr so'rab avtosalonga qo'yib qo'ydim deb xotiningizni reklama qilib bo'lgan odamsiz aka. Shu gaplarni gapirmayman. Kreditga оформить etib bergan bo'ldi, короче. Bag'is kredit to'laydi. O'zbekiston pozor etyapsan aka. Zато позорище mno senlarning bor. Assalomu alaykum hammaga. Inshaalloh ertaga juda yaxshi yangilik bo'ladi. Albatta bu sizlarning sharaflaringiz bilan. Hammalaringga kattakon rahmat. Mana shu yaqinda shu bo'lgan holatlardan keyin menga o'zi zo'r nima deydi, yangiliklar bo'ldi. Nasib bo'lsa ertaga hammasini o'zlaring ko'rasizlar. Instagramga qo'yib boraman. Men to'g'risi blogerlikka yo'qroqman. Men hozir gaplarim ham ko'rayotgan bo'lsalaring har joydan kelyaptim-da, yerga yo'qman. Nasib ertaga chotki yangilik bo'ladi. Rahmat.